Bolajonlar, hammamiz yaxshi dam olib keldikmi? Hammamiz yaxshimizmi? Hech qayerimiz og'rimayaptimi? Kayfiyatimiz yaxshimi? Qani, sizlar bilan bugungi mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugun biz sizlar bilan nimani o'rgandik? Qanaqa hayvonlarni o'rgandik? Yo'q. Yovvoyi hayvonlarni o'rgandik-a? Malades. Hammamiz tushunib oldikmi? Endi bitta-bittadan chaqiraman, chiqasizlar. Qani, birinchi Hadichaxondan boshlaymiz. Hadichaxon keling. Hadichaxon, menga shu yerdan ayiqni topib bering. Ayiq. Qani, menga beringchi. Qolganlar o'tirib turamiz joyimizda. Malades, mana. Hadichaxon ayiqimizni topdi. To'g'rimi? Hadichaxonga 5 qo'yamiz, ha? Barakalla beramiz. Malades. Hadichaxon yaxshi o'rganibdi. Endi bizga Yasminaxon chiqsin. O'tirib turing. Yasminaxon, bu hayvonlarning ichidan menga maymunni topib bering. Maymun. Banan yeydi maymun. Ha. Qani? Bolajonlar, bu nima ekan? Maymun. Malades. Demak, Yasminaxonga ham barakalla qo'yamiz, ha? O'tiring, Yasminaxon. Endi bizga Sumayyaxon chiqsin-chi. Malades. Sumayyaxon bizga pandani topib bersin, panda. Panda. Qolganlar o'tirib turamiz. Panda qanali Kung Fu Panda degan multfilmda chiqadi-yu, panda. Ha, oling qo'lingizga. Ha, qani? Olib kelamiz. Malades, mana.